Agar siz 10 yil oldin 50 ming dollarni oltin yoki uyga tikkan bo'lsangiz, bugun qaysi biri ko'proq foyda bergan bo'lardi? Keling, oddiy qilib birga hisoblab ko'ramiz. 2015-yilda oltin taxminan 1 gram uchun 35 dollar sotilgan. 50 ming dollarga siz taxminan 1400 gram oltin olgan bo'lardingiz. Bugun bo'lsa 1 gram qo'pol qilib aytganda 150 dollar. 1400 gramni 150 dollarga ko'paytiramiz, bu degani 210 ming dollar. Ya'ni oltin sizga taxminan 4 barobar o'sish berdi. Endi uyga qaraymiz. 2015-yilda 50 ming dollarga uy olgan bo'lsangiz, bugun u taxminan 80-100 ming dollargacha turgan bo'lardi. Lekin uy sizga har yili arendani hisobiga ham pul olib keladi. O'rtacha yillik 5% olganimizda 2500 dollar yiliga, bu degani 25 ming dollar 10 yilda olib kelgan bo'lardi. Endi qo'shamiz uy narxini va ijara narxini. Uy 80 dan 100 minggacha, ijara plus 25 ming. Shunda 105 dan 125 ming dollargacha chiqadi. Oltin 210 ming dollar, uy 105 dan 125 ming dollar atrofida. Bu degani bu safar ham oltin azgincha oldinda, lekin farqi bor. Uy sizga har oy pul olib keladi. Oltin bo'lsa faqat o'zini vaqtini kutadi. Va savol sizga, siz qaysini tanlagan bo'lardingiz?